men Minecraftga super kirkalar qo'shdim. Har bitta kirka o'ziga xos qobiliyatga ega. Biri butunchakni bir zarbada kovlab yuborsa, ikkinchisi yo'lda barcha narsalarni yo'q qiladigan ajdarxona paydo qiladi. Oh my god! Wow! Bugun esa men mana shu 20 dan ortiq kirkalarni yasashim kerak. Stop bolalar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya etaman. Telegram kanalimda o'zim ishlatadigan modlar va undan ajoyib modlarni tashlab boramiz. Hozirroq Telegram kanalimga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram qidiruvga kirib Stefler mod deb yozsangiz kanalim chiqib keladi va u yerda biz obunachilarim bilan turli xil serverlar o'ynaymiz. Bedwars va Jivania. Xullas, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni serverda yoki kanalimda kutaman. Barchaga xayr. Oxirida esa cheksizlik kirkasini yasayman. Tasavvur ham qila olmayapman bu kirka nima qila olishini. What? Bro, what are you talking about, man? Aytgancha kanalga obuna bo'lishini unutmang. Sababi 70% odamlar videolarni obunasiz ko'rar ekan. Buni albatta to'g'rilash kerak. Ajoyib gulzorda paydo bo'ldi va mening qo'limda sezishingiz mumkin edi kitob bor va ichida biz bugun yasashimiz kerak bo'lgan barcha kirkalar bor. Ko'rib turganingizdek ular yaxshigina ko'p va ularning hammasini bugun yasashim kerak. Bu esa bizning birinchi bemor. Men o'ylab yotibman, qayerdan shuncha zo'r. Hey, bro. Oh my god! Bu yerda esa spawner bor ekan. Kirkani yasashga o'rg'a. Xo'sh, temirmenda endi bo'lsa birinchi g'alati kirkamizni yasasak ham bo'ladi. Buning uchun birinchi oddiy kirka va endi uzun kirka yasaymiz. Qanchalik u g'alati ko'ryapti olamiz. Wow! Mana buni kirka desa. Oh my god! Wow! Shunaqa dahshat. Xo'sh, nima qila olasan? Wow! Juda ham ko'p bloklar ekansan. Wow! Yana juda ham uzoq radiusda. Men juda ham uzoqni kovlay olyapman. Men bu bilan hozir butun dunyoni kovlab tashlayman-ku. Yana bu birinchi kirkaligini hisobga olinglar. Oldinda bizni cheksizlik kirkasi kutyapti. Yana qizig'i bu kirka umuman sinmas ekan. Bilamanki siz bunaqa Minecraftni hali hech qayerda ko'rmagansiz. Shloqa, senga rostini aytsam, yuz orada yuvib turish kerak. Peshonangdagi yana nima balo bo'ldi? Yuvib turish kerak yuzni. Quloqmi? Shloqa, senda quloq bormi? Menda ham bormi quloq? Yo'q, menda quloq yo'q. Men quloqsiz ekanman bunda. Shloqa, sen kamroq fast food yeyishing kerak, semiribsan. Ayniqsa mana bu makaronchalari suvdagi. Bu makaron emas, qurt bu, qurt. Nima bu? Sen meni Sherlock Holmesga o'xshatib yuboryapsan shekilli. Odamlar o'zi shunaqa millionta yaxshilik qilsa bitta yomonligingni eslaydi. Yo, buni qaranglar, bu chiroylikkina kim bo'ldi? Voy la'nati, ikkita zombini bolasi qishloqqa qo'shdik bu yerda. Qayoqqa qo'jasa bitta yo'yaman, men bu g'ishlardim. Mana senga g'isht. Yo'q, qochish kerak ekan. Bo'ldi, men tushundim, qochish kerak. Qoch, Creepy. Sen ko'rib turgan yerlarning barchasi bizga tegishli. Ana bu qorayib turgan yerchi. U yerlarga esa kompyuterning kuchi yetmaydi. Rasm ol. Bo'lyapti. Bu yorug'i kelcha xuddi boshingni hozir shart ochib miyasini olsa bo'ladigandek. Endi to'xtanglar, buni ham tagida bo'lsa.
dedim. Ye, bo'yning ham sindimi? Shu bo'yin salsam qotishni boshlagan qarichilikda ham mayli. Qishloq, zombi, bugun sening kuning emas ekan, meni kechir. Yo'q, kechirmayman. Qachondan beri zombilar gapiryapti? Qishloqqa portalni bekor bu yerdan qurdingda, agar mana bu yerdan qurganingda edi, mana bu yerga ikkita, bu yerga ham ikkita, mana bu yoqqa ham ikkita, tepaga ham ikkita va 6 ta ketardi. Ikkita obsidian tejab qolardik. Hozirgiga o'xshab bitta emas. Har doimgidek ishtori esdan chiqdi. Yo, bu pechkadan menga kim qarab turibdi? Bunisini esa men xatoga qanday ta'riflashni ham bilmayman. Qishloqqa hammasi joydami sen bilan? O'zing bilan qo'lingda nima balo bo'lgansan? Qalqoningga nima chizib olgansan? Biz qishloqda qo'rqitamiz. Bu yuz meni ta'qib qilayotgandek nimaga bu yerga qo'yasan? O'zimni yuzim ham shunaqa bo'lib qolgan. Sening shundan endi men qo'rqamanmi? Bu kerak. Arti yordam ber, meni chop ketishyapti. Cho'z qalam qayerdasan? Mana bu olmosga qara qishloqqa. Montajda Putinni qo'shib yubor. Endi esa men va qishloqqa ko'k o'rmon topamiz. Ko'k o'rmonda esa endermenlar. Biz ularning oldiga boramiz. Men esa chachcha qilaman. Birgina endi barvar qilib yurish kerak. Hattoki shu qayiqda ham bu yaramasda yuzi bor. Hozir endi uni yuziga o'tirib olib, pastga tushimiz kerakmi? Endi o'zini yuzini internetda ko'rsatmaslik kerak edi. Chop ketishyapti shartda. Yuzda urgisi keladimi odam? Yo'q, bajag'ini chiqargisi keladi. Qishloq, seni yuzing esa har doimgidek legendarniy. Seni so'ddiysan. Machani bir tenga ham olmadingki, xafa bo'ladi demaysan. Qishloq, yordam ber. Qochishga shuncha qilganim 20-daraja edi deyarli. Hammadan kutsam ham sandan ham kutgandim. Hech qisi yo'q, qaytib kel. Boshqa daraja to'plash kerak. Endi shu joyda ham bitta kulgili vaziyat chiqarishadi, YouTube'ga video qilib turadi. Hozir xato gapirishdan ham qo'rqasan. Shartta kulgili vaziyat qilib yuborishadi-da. Ko'rdi, Ender Dragon, qo'r. chunki biz yo'lga chiqdik. Qishloqqa hali ham oyoqlaringni suvga tiqib yuribsanmi? Axir suv sovuq, oyoqlari og'riydigan bo'ladi. Ha, gapirma. O'zi allaqachon bazasi qochgan, qimirlamay qolgan-ku. Men daraxtni sevaman. Uni chopish yoqadi. Kim nima desa ham olma daraxti eng zo'ri bo'lib qoladi. Qishloqning ajoyib qo'shig'i uchun rahmat aytib, daraxt chopish ishlarini boshlaymiz. Menga qara, yo, bu seni yuzingmi? Samay, men taslim bo'lmadim. Menda don bor edi. Senlar hamma pachoqsan, menda don bor. Sen ham shu yuz bilan qiynalyapsanmi? Bechora Galem, lekin sen menga ishon, bu hali boshlanishi. Mayli, siqilma, tuzatib ham qo'yaman seni. Qishloqni yuzini ham cho'pib ketishdi. Kerak. Menga endi baribir kim qanaqa boqadi, shunki mening yuzim yo'q. Qara ko'rdi shuni qanaqa o'zgartirib olgan, bilib olmaydi qayerdan kelib nima qilyapti. Вообще iyi o'rqaydi. Bitta kanal g'obini bo'lib qo'ying. O'tkazib yubormaysiz. Uxlab olish kerak, qorong'ini yoqtirmayman. To'xta, bizda tunni o'tkazib yubora oladigan uy hayvoni bor-ku. Uxlab balo bormi? Endi baxta, hamma bilsin senda shunaqa uy hayvoni borligini. Hech kim qolmadi bilmagan. Borib anavi zombiga ham ayt shularga ham. Hammaga ayt ro'za tutganingni, hamma bildi o'zi. Sen bir ro'za tutmaykan ukajon. Biz ham tutganmiz, lekin hech kimga aytmayapmiz. Do'stlar, endi 30 ming like yig'oraylik. Qishloqni o'zi eshitmayaptimi? Ha, bo'ldi. Yig'oringlar, endi xursand bo'lsam qishloqda Nima deb chirayapsan? g'isht o'zing g'ishtsam, ko'zi qorin bashara. Asli yasashga ulgurmasak kerak-ku. Mana yoqtirgan rangli yotog'ing. Maza qilib uxlaysan. Bu seni yoqtirgan ranging. Sen ham o'zing haqingda picha ma'lumot ber. Meni ismim Husan. Çok yorum. Hatırım bulsun. Bir sakın. Paxta endi. Yetkiye qo'shib ketdi. Ko'rasizlarni quyon 5000. Hali o'tirib turib ko'raman. Ji, bitta qishloq bor. Men geyniman. What? Men hozir bo'playman, qara. Men hozir mana bu yerda tipa tusholmayman-ku, to'g'rimi? Lekin men geyniman-ku, to'g'rimi? Chima bilan? Men hozir mana bu yerda tayoqcha yasayman. Tayoqchadan oyoqcha yasayman. Chipi, chapa, chupi, dapa. Trellari. Qarayman har biriga. Quloq-qulog'ingni kesib tashlayman, yurasan yig'lab.
qilishni unutmang. Sababi 70% odamlar videolarni obunasiz ko'rar ekan. Buni albatta to'g'rilash kerak.